har oy $100,000 oladigan dunyodagi eng g'alati kasb egasi bilan tanishishga tayyormisiz? Bu odamning ismi Rikardo. U muhaddis ham emas, musiqachi ham emas, ruhoniy ham emas. Uning vazifasi asrlar davomida jim turgan qadimiy cherkov qo'ng'iroqlarini qayta uyg'otish. Qayerdandir ulkan bronza qo'ng'iroq topishsa, u 100 yillab tovush chiqarmayotgan bo'lsa, darhol Rikardoni chaqirishadi. U ishga xuddi jarrohlardek yondashadi. Avval kichik bolg'a bilan yengil zarba beradi. Metallning nafasini tinglaydi, vibratsiyani eshitadi. Go'yo unutilgan qadimiy kuyni o'qigandek bo'ladi. So'ng maxsus asboblar yordamida uni tovushini sozlaydi va qo'ng'iroq yana 100 yil avvalgidek. Ba'zilar esa ularning vibratsiyasi havoni tozalaydi, hatto odamlarni davolashi mumkin deb ishonadi. Rikardo esa bahslashmaydi. U shunchaki o'z ishini qiladi. Vaqt o'tgan tovushni qayta uyg'otadi. Endi savol, agar sizga asrlar davomida jim turgan bir buyum qayta uyg'otish imkoniyati berilsa, nima qilgan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.